Do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'lar joyidan charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar jo'mi? Xo'p, Jev Spinbet kontorasida bugun o'ynaymiz bo'ldi. Balans ko'tarishga harakat qilamiz. 835 ming pulimiz bor. Aytib o'tib ketiladigan qonun va qoida shartlarni aytib o'tib ketaman. 18 yoshga to'lmagan va o'ziga ishonmagan insonlar bo'lsa, bu o'yinlarda o'ynashi qat'iyan taqiqlangan. Aytib o'tib ketish esa bizning vazifamizga kiradi bo'ldi. Biz bu o'yinlarda o'ynanglar deb hech kimni majburlamaymiz. Sizlarning xatti-harakatlaring uchun kanalda admini, ya'ni men javobgar emasman. Jev Spinbetda xohlovchilar bo'lsa, ro'yxatdan o'taman degan xohlovchilar bo'lsa, yo o'tganlar bo'lsa ham, mana shu yangi promokoddan ro'yxatdan o'tib, xohlovchilar bo'lsa, sinab ko'ringlar bo'ladi. Hop ketdik kristalda. Balans ko'taramiz, tez va osongina, yengilgina ko'tarishga harakat qilamiz. Bilasizlar, kristal juda ham injiq o'yin, lekin yutuqlari beraman degan koeffitsentlari juda ham katta bo'ladi. Chunki kristalni boshida kirgandanoq o'zi kattaroq summada urish kerak bo'lar. Nima desam bo'ladi? Katta koeffitsentlar beraveradi bolalar. Xo'p, ketdik bo'lmasa 100 mingga. Yana bitta uramiz. 05. Mana shu 05 koeffitsient juda ham zo'r. X 05x. Yana 05. Demak, izidan nimadir bor. Yaxshi. 150 bitta oq kelsa, yemadi. Juda ham zo'r. Mana 100 ga. Aha. Yana bitta berish kerak. Qani izidan. Yaxshi. Boshdan kirgandanoq, o'yinni boshida kirgandan bitta 200 ga 8 qani. Davay. Yomon emas. Xotirjamlik bilan o'ynaladigan o'yin bular, bolalar. Bular bitta qo'shmadi. Xotirjamlik bilan o'ynash kerak. Chunki asabni buzib qo'yishi mumkin. O'zlaringning kayflaring uchun. Bu o'yinlarga kirayotgan payt o'zi bu puldan kechish kerak bolalar. Sog'lik kerak. Birinchi o'chiratda. Avvalo o'ynamaslik kerak bu o'yinlar. Biz endi kasal bo'lganmiz bu o'yinlarga bolalar. Biz yutqazgan narsani hisob-kitob qilsak, 50 mingdan yana bitta bergan 8 koeffitsiyentini ham olib qo'ydi bolalar, to'g'risi. Xo'p, mana bolalar ko'rdilaring. Men yutqazgan videolarimni hammasini qo'yib boryapman bolalar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'ling.